texnikalarimiz, o'sha maxsus texnikalarimiz doimiy shay holatda turishi kerak. Счетчикlarni, undan tashqari transformatorlarni kuz-qishga tayyorgarlikni ko'rishimiz kerak. Qanaqa holatda ishlatiladi bu? Abbos, mana uni ochib qo'y. Qopqog'i, kolodez qopqog'i ochilganda tushishdan oldin tekshirib ko'riladi. Nima qo'yibsizlar? Prikladga, chavaraga qancha kerak deb aytasizlar? Hozirgi kunda bizda Jizzax suv ta'minoti aksionerlik jamiyatimizda ombor zaxirasi har bir tumanlar kesimida tashkillashtirilgan, shakllangan. Hozirgi bizda shahar, tuman filiallarida ham hattoki har bir brigada bo'yicha, har bir oqova suv, ichimlik suvi bo'yicha brigadalar tashkil etilgan. Suv ta'minotdan berilgan maxsus texnikalar bilan aholidan tushgan murojaatlar, aholidan tushgan o'sha har qanday nima bo'ladi, o'sha vaqtida o'sha aholining oldiga yetib borib, o'sha avariya holatlarini bartaraf etishga yana bizga imkoniyatimiz yaxshilandi.